Assalomu alaykum, gilamlar olami YouTube kanali kuzatuvchilari, biz Ashaddiy muxlislarimiz, Xudo xolasa yangi videolar chiqsa like'larni bosamiz, kuzatib turgan obunachilarimiz, sizlar kanalimizga obuna bo'lib qo'ysalaring, yangi bo'lsalaring birinchilardan bo'lib qo'yayotgan videolarimizni ko'rib borishlaring mumkin bo'ladi. Xudo xolasa bugungi videoda tayyor gilamlarni ko'rsatamiz. Xudo xolasa uni ochib qo'yganimiz va narxlarini birma-bir tanishtiramiz. Bu tarafda metrajli gilamlar bor. Videomizni oxirigacha ko'rib like'larni bostirsanlar, Xudo xolasa sizlarga chiroyli qilib ma'lumotlarni olib beramiz. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Alaykum assalom, aytulloh aka, yaxshimisiz? Aka, qaysilar ko'rsatamiz endi bugungi? Gatoviy gilamlarda aka sudagi narxda qo'yamiz aka bugun. Aha. Bo'ldi aka. Shu gilamda razmeri aka 3 ga 5,5. Qalinligi o'ta qalin aka. Yegzovutdan aka bo'ladi mana. Brendzoutniki aka, gullari ham orqasiga tiniq o'tgan. Hali gilamda defekti yo'q aka. Original gilam. Original gilam aka, yegzovutdan aka narsasini ishlatgan odam biladi aka. Xijolat qilib qo'ymaydi. Qalinligini ham ko'rsatish mumkin. Qalinligi ham o'ta qalin, yupqa gilamdan bas. Yupqa kompyuter gilam bas. Xo'p. Keyingisi razmeri 3 ga 5 aka. Kombo qilamizmi yo? Alohida narxini aytamizmi aka? Buni bitta aytib yuboramiz. Bo'ldi. Buni razmeri 3 ga 5. Ya'ni yegzovutdan aka, qalinligi o'ta qalin, buni ham xijolat qilib qo'ymaydi. Brendzoutniki mana yekniki. Xijolat qilib qo'ymaydi, ishlatsiz. Zo'r narsa. Keyingisi qanaqasi bo'ladi? Keyingisi 2 ga 3 aka. 2 ga 3 qani? Aka mana shu cho'la gilamni andash pulda o'ylasa aka. Mana 3-4 million bo'lsa kerak endi aka. 3-4 million emas aka. 3 million emas aka, 2 million 170 mingga aka mana shu cho'la gilamni olishsa, ana bitta jay namoz aka. Eshikda yana bitta daroshka aka, bonus. Bepul. 2 million 170 mingga 3 ta gilam olishadi aka. Ana shu ikkala narsa bonus bo'ladi aka. Gap yo'q, narxi zo'r endi aka. Bitta razmerini boshqatdan ayting aka. Eng razmeri 3 ga 5,5. Eng taydagisi. Birinchisi 3 ga 5,5. 3 ga 5,5, xo'p. Ikkinchisi 3 ga 5. 3 ga 5. Keyingisi 2 ga 3. 2 ga 3. Agar yo'q, menga jay namoz bilan daroshka kerak emas desa aka, ikkalasini o'rniga aka mana bu hammom tuvarga qo'shib beramiz aka. Ha, ikkalasini o'rniga. Ikkalasini o'rniga yo'q, kerak emas desa. Xohlaganlar buni olsin. Xohlaganlar buni olsin, xohlasa bitta daroshka. Keraklisini olishadi. Jay namoz olsin, xohlaganlar olishaveradi. Gap yo'q, zo'r. Agar razmeri menga boshqachasi kerak gilamni deysa, buni ham kombo qilib xudo xolasa arzon qilib beraverasizlar. Ularni ham qo'yib beramiz, arzon qilib beraverasizlar. Gap yo'q. Ba'da ikkinchi etaj bor, ikkinchi etajda ko'rsatmayapti. Hali bitgani yo'q, ikkinchi etaj ham bitdi aka. Xo'p, chiqaramiz. Bo'ldi aka, qaysilar ko'rsatamiz? Aka, o'ta qalin so'raganlar, chunki o'ta qalinni ko'rsatamiz. Xo'p, oha, yangicha fasollar. Yangicha fasol. Bu ham yegzovutniki. Razmeri ham katta shekilli. Razmeri ham katta. Mana bu ham yegzovutniki, aka, 3 kolleksiyasi bo'ladi. Buni razmeri aka 3,5 ga 6. 3,5 ga 6. Buni ko'rsatish mumkin. Paxtali, sintetikasi yo'q, yegzovutniki mana atroflari ko'jalik bo'ladi. Zo'r. Qalinligi mana o'ta qalin. Buni narxi aka 250 ming, 260 ming sotilgan aka. Hozir aka 180 mingdan qilib beramiz. 180 ming so'mdan qilib beramiz. 180 ming so'mdan kelib tanlab olishaveradi. Zo'r. Ba'zi daroshkalar bor aka. Har xilidan bor. Har xilidan bor. Bu aka etajlar spanisiga tushadi aka, 2,5 ga 5. Buni puli aka 750 ming. 750 ming so'm. 750 ming qilib beramiz aka. Zo'r. Gap yo'q, kam bo'lmaydi. Kelib tanlab olishaveradi. Atrofga qaraganda ancha arzon narx, bemalol solishtirib, urishtirib ham kelsalaring. Bemalol. Xudo xolasa chiroyli qilib qo'yadi. Bizdan qimmat bizdan arzon ko'rishsa aka, ko'rishgan narxdan ham tushib beraman. Yana arzon qilib beriladi. Yana arzon qilib beraman. O'sha narsa bo'lsa agar. O'sha narsa bo'lsa agar. Qani kelib turib, qalinda vaqtda solishtirib to'g'ri kelmaydi. Mana shu yegzovutni narsasini agar birortasi bizdan arzon bersa aka, undan arzon qilib beraman. Undan arzon qilib beraman. Gap yo'q, zo'r, xudo xolasa. Pastga shu endi metrajlardan pastda metrajlar yo'q. Pastda metrajlar bor. Endi metrajlar. Metrajlar bor. Taftin paloslar bor. Narxlari necha pulman taftin paloslar aka? Taftin paloslarning narxi 75 mingdan. Bular ham taftin palos. Bular ham taftin palos, ko'k. Zo'r bo'ladi. Gilamlar 58 mingdan. 58 mingdan. Bular 90 mingdan.
90 mingdan zo'r. Bu tomondalar ham 58 mingdan, bu metrajdalar ham 58 mingdan. Yek zo'tiriki qalinligi o'ta qalin bo'ladi ham aka. Böyle tanlab olsa bo'ladi. Tanlab olishaveradi. Aha. Bu qatordalar bor aka, bular 180 mingdan, paxtali 100% paxta, sintetikasi yo'q bo'ladi. Bular ham yek zo'tniki. Egzotniki zo'r. Bu taraf. Bular bor. Bular 150 mingdan. En tepasi 180 ming. Paxtali 100%. Qolgani 150 mingdan. 150 mingdan. 180 ming. 180. Tepadagi eng Tepada. tepada 180 ming. Bu ham zo'r aka. Hammasi yek zo'tdan aka, birinchi zo'tniki. Birinchi zavod yana. Xijolat qilib qo'ymaydi, bitta ishlatishsa. Qalinligi ham o'ta qalin. Zo'r bo'lar ekan bu ham. Zo'r bo'ladi. Chiroyli narsa ekan, xudo xolasa. Bemalol kelsa, bo'ladi. Aytib o'tganimizdek, vodiy bo'ylab dastavkalari bor. Bu tarafda Dastavkalar, kredit halol narsaga ham amal qilyapti. Halol narsani ham qilyapmiz. Telefon qilsak, Telefon qilsa tushuntirib beramiz. Bir xil qila olaman deganlarga ham bor ekan. Narushkalar bor. Narushkalar mana bir xil qila olaman deganlarga. Tashqarida ham bor ekan assortimentlar. Tashqarida ham assortiment katta. Assortiment katta. Bemalol kesalaring bo'laveradi. Mana bu tarafda ham ko'rib turibsizlar, har xilidan bor. O'zlariga qanaqasi kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqa qilsalaring bo'ladi. Endi manzil tushuntiraylik. Manzilimiz Kamiyat bozorining ichkarisida 2 bitay to'g'risida gilomlar olami. Gilomlar olami. Xudo xolasa bemalol kesalaring bo'ladi. Pastdagi nomerlarga aloqa chiqib qo'yasizlar, like bosib kanalimizga obuna bo'lib qo'ysalaring birinchilardan bo'lib kuzatib borishlaring mumkin bo'ladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha.